ko'p aytaman-da, bizning jamoalar borku, mana hozir legionerlar olib keladi-yu. Noreal takliflar bilan chiqish kerak-da. Amalga oshmasa ham noming tanilgani qoladi. Ronaldoga chiqish kerak. Chiqsin mana. Unda ham paxtakor emas, sharoit sal yaxshilar emas. Qo'yish mumkin. Ko'rib qo'yish mumkin. Hujjat bo'lishi kerak-da, haqiqatan faylga jo'natish. Jo'natish kerak-da. Mayli jahli chiqsin, ularni boshqa qilsin. Men bir necha bor bundan 3-4 yil avval Ronaldinhoga chiqinglar dedi. Hindistonga borib yuribdi Ronaldo. Yo'q, mayli, kelsa ham borki, shu yerda 6 oy shov qilib yurardi. Pierre-ku. Masalan, Messiga chiqish kerak. Mayli, mana shu baqaloq Suarezga chiqish kerak. Mana nimaga Modricga chiqmaydi? Bizda qariyalarga отношение juda yaxshi deb chiqsa bo'ladi. Qariyalar uyimiz bor deb. Izzatda bo'lasan, har kun nohorga osh bor. Rivaldo mazax ketgan mana bir paytlar. Chiqish kerak-da, mana mayli jiddiy kirishma, lekin e'lon ber hamma joyda. Toshkentning Paxtakor jamoasi Real Madridga xat yo'lladi. Yo, sizga siz aytganingizdek Paxtakor shart emas. Mayli boshqa. O'qildi, jahli chiqdi deb agenti telefon qilib Ravshan Salim so'k tashladi deb mayli. Lekin shu gap kerak. Va u qaytanga unga yana boshqa bir futbolchi Suarez taklif qilyapti. Shunaqa taklif qilyapti. qilish kerak.